Assalomu alaykum. Hozir Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidaman. Demak, Toshkent viloyatiga biz ko'p etardik. Olma navlarini ekishimiz mumkin dedik. Endi bundan buyog'iga olma navlarini ham to'g'ri tanlashimiz kerakligi haqida o'zi yangi tushuncha, yangi ilm paydo bo'ldi. Hozir bitta o'zim bog'im nima? Chap qo'limdagi olma daraxti pink lady, o'ng qo'limdagisi golden navi. Solishtirish haqida o'zingizga bitta ma'lumot sifatida aytib ketaman. Agar ilojisi bo'lsa, shu videoni ko'rganingizdan keyin o'zingizlarning bog'ingizga borib, nima sort ekansizlar, qo'zg'alganmi, ya'ni bu yilgi qo'zg'alish boshlanganmi yo'qmi, shu haqida kommentariyada yozib ketinglar. Iloji boricha o'zingizlarning tumaninglar, agar mumkin bo'lsa viloyatinglar meva turlarini yozinglar, qo'zg'aldi, qo'zg'almadi deb. Chunki bu video hamma uchun foydali bo'ladi. Chunki ko'rib o'sha hududiga yarasha mos meva turini tanlab olish kerak bo'ladi. Endi o'sha chap qo'limdagi pink lady olma haqida aytaman. Bu sort o'zini sovuqlik, ya'ni chilli raus deydi, yillik yeydigan sovug'i bor. O'shani yeb bo'lgandan keyin tabiiy qo'zg'aladi. Ham kechki sort bo'lganligi uchun vohli ham qo'zg'aladi. Bunga ham asosiy sabab shunda. Endi demak kuzatamiz, hozir bizani qanaqa risklar kutayotganini. Demak, mana bu green tip deydi, ya'ni yashil konus holatdagi kelyapti o'sha mevalar, ya'ni olma daraxtlarimiz. 1 yoshli shoxlarning uchidagi gul kurtaylarimiz qo'zg'alishni boshlagan mana holati. 2 yoshlikdagi ayrimlari ham qo'zg'algan mana. Bizani oldimizda agar Xudo saqlasin katta minusli keladigan bo'lsa, bular katta minus ham chegarasi bor, ya'ni -5 dan balandroq, -4 ham olib ketishi mumkin bularni. Qo'zg'algan holatlari mana. Olib ketishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ehtiyot qilishimiz kerak. Iloji boricha bularni, ya'ni bu pink lady olmasi. Endi goldenni ko'ramiz. Mana golden. Xudo xolasa hali qo'zg'algani yo'q. E'tibor beramiz mana. Sal kamerada sal qiyinroq bo'lyapti. Mana holatda. Hop, golden pink lady yana bitta qayta ko'ramiz. Boshqa tarafda. Mana shu holatda mana qo'zg'alib qo'ygan. Demak, endi e'tibor beramiz. Bog' qotgan paytimizda pink lady olmasi to'g'ri, serhosil nav juda ham serhosil solkashlikka deyarli tushmaydigan nav, lekin bu navni ham ob-havoga moslashtirib ekishimiz kerak bo'ladi, chunki ana bunaqa qo'zg'alishlar boshlangan o'sha. Shuning uchun iloji boricha e'tibor qilishimiz kerak. Proyekt qilayotgan paytda, masalan, 5 gektarlik bog'iga olma ekmoqchi bo'lsangiz, albatta pink lady olmasidan qo'shishingizni tavsiya qilaman, chunki serhosil nav yaxshi sotilyapti hozirgi kunda O'zbekiston bozorlarida. Albatta boshqa olma navlarini ham qo'shishimiz mumkin. Masalan, golden bor, Galaning boshqa navlari bor. Endi Fujimiz pastroqda bor edi, sal masofa uzoqroq ekan, tomonga boshimizga vaqt kelib ketib qoladi. Shuning uchun e'tibor qilamiz akalar, iloji boricha bir xil meva turini ekishni tavsiya qilmaymiz. Bir xil navni ham iloji boricha 5 gektarlik maydon bo'lsa yoki undan kattaroq, undan kichikroq bo'lsa, albatta pink lady olmasini qo'shishinglarni tavsiya qilaman. Yoniga golden qo'shinglar. Qo'shimcha agar har xil risklarga tayyor bo'ladigan bo'lsanglar, boshqa meva turlarini ham qo'shib ketishimiz mumkin. Va qo'shimcha sifatida sizlarga aytib ketmoqchi bo'lgan yana bitta asosiy narsam shuki, bunisi nima? Ya'ni bu o'zingizlarni hal etgandek hududinglarni dagi bog'inglarni borib ko'ringlar. Qaysi meva turini ekkansizlar? Ya'ni shu holatga o'xshab green tipiga kelganmi, fenologiyasiga kelganmi yo'qmi, shuni bilishimiz kerak. Chunki shunda biz o'zim mana shu videodan keyin albatta har bitta kommentarlarni kirib o'qib chiqaman. Bilishim kerak ma'lumot sifatida. Ertaga shunga qarab turib shu tumanga borsam yoki o'sha hududga borsam yoki o'sha viloyatga boradigan bo'lsam, albatta qaysi meva turlarini ekish kerakligi haqida sizlarga qo'shimcha ilmlar berib ketamiz. Sohani rivojlanishi uchun albatta bu narsani o'rganishimiz kerak. 4 ta, 5 ta yoki 10 ta agronom bilan biz bu sohani o'zgartira olmaymiz. Mana bu videoni ko'rayotgan hamma iltimos iloji boricha kommentariyada yozinglar. O'zingizlar uchun ham ma'lumot sifatida qoladi. Mana Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida o'tib ketgan issiqlar, 4 kun 5 kunlik issiqlardan keyin pink ladylarimiz shu holatga keldi. Sizlar ham o'zingizlar hududinglardagi meva turlari haqida ma'lumot beringlar, ma'lumot almashaylik. Hammaga foydali bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar.